Zaynab buni orqasidan 6 sotlik qurilishi bitmagan uchastkamiz chiqyapti. Ana shu uglovoy uchastkamiz sotuvda. Buni plyus tarafi arqa tarafdan ham darvoza qilib qo'yilgan. Shundagina o'rab olsangiz, zilyon zona qilib daraxtlar ekib qo'ysangiz, juda ajoyib uchastka bo'ladi. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Mana gaz, svet, suvgacha o'tgan. Endi kirib olaylik Samar bu yoqda. Zilyon bo'ladi. Biz darvozaxonamiz tepasini shunday yopib qo'ysa, tarafda akva qilib qo'ysa, darvozaxonamiz ham chiroyli bo'lib qoladi. Xo'p. Uyimizda mana asosiy kirish eshigi, katta hol. Bitta xonamiz. Zal. Koridor bilan bitta xona. Bitta xona, 3 ta xona. Plus sanuzel совмещенный qilib qo'yilgan ekan. Holimiz to'g'risidan ham qurilish qilib olsangiz bo'lar ekan. Darvozaxonani aytganda, yonboshdan darvozaxona ham bor. Mashina qo'yayotgan qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, oldi tarafga yopib qo'yib, ham katta zal deb qoladi. Bu tarafda mashina qo'yayotgan joy qilib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Uglovoy любой tarafga qulaydi. Bu zalimiz. Bu yerdan eshik ochib qo'yib nima qilib qo'ysa ham bo'ladi. Endi proyektor yotgan o'zingizga moslashtirib qilaverasiz. Bu esa holimiz 40 ming so'rayotgan joyga 31.900 so'ra qilib qo'ydik. Realnotka yana qilib berlar, pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar.